Assalomu alaykum do'stlar. Qayda o'tir darsxonamizga kelganlarni qarshi olamiz. Biz bugungi soat darsimizda Adobe Audition CC 2017 nashrida quroldan foydalanib shu hujjatdagi shovqinlarni chiqarib tashlash usulini o'rganamiz. Oldi bilan men Adobe Audition qo'zg'atib olay. Lekin yangi hujjatdan birini qurayli. Ya'ni ko'p yo'lli hujjatdan birini qurayli. Qayda chekib ko'mlab turayli endi. Endi biz bir bir ovoz olayli. Shovqin deb qaragan bir ovozni olayli. Voy. Mushna bir voy. Endi biz bir muzikamo naqsha ekrep avval biz bu ikkisini birlashtirib bir tavchoq qilib chiqara olayli. Qayda ko'mjo'men. Endi mana merhaba. Buni asaq endi bu qarsanglar bu qurollarning kemisi aniq ko'rindi. Bu qurolni biz bir oldidan bir so'zlab o'taylik, yana bir ma qurol shunaqa yedingunju shunaqa o'tkash quroli. Masalan ko'p yo'lli hujjatda mana ishlaydi. Qaranglar. Men tanladim. Yedingunju shunaqa o'tkash quroli. O'tkaganda mana asti usti sol o'tkasak bo'ldi. O'sha quroldan foydalanib o'tganmiz. Endi bu Çeydenguncu shunaqa kesish quroli. Kesishga bo'ldi. Mana nima bunaqa chiqdi desanglar, chetni men mana normal kesildi bu. Kesish quroli ismi. Ondan qurol. Bu o'tkash qurolining bir turi. Undan bu vaqt tanlash. Shijen shuansiguncha deb to'g'ri vaqt tanlash quroli. O'rinda. Yoki yerni tanlayamsak, yerni tanlasak bo'ldi, qaranglar. Bu vaqt power'ga ekilib, mouse'ni cheksak avtomatik shaklda shu ustiga. Biz ma'lum bir o'rinni tanlamoqchi bo'lib, men tanlamoqchi bo'lsak, buni shuni tanlasak ham bo'ldi degan gap. Anki qurollar asosan shu biz biriktirib o'tgan bu hujjatlarda ishlaydi, masalan. Hujjatlarda ishlaydi. Taqyolli hujjatda. Photoshop ishlatib boqqan bo'lsak bilamiz.
Ama tanlash qurali shundoq bir ramkaning ichidagi tanlash qurali mana. Undan keyin ma endeksi tavso gungju shundoq bumi. Buni mana bu yerdan ishlaydi bu astida mana tanlaymiz. Tavso gungju. Mau 5 va yani Photoshopga o'xshash. Bu tanlash quralining birisi. Lekin mana yani Photoshopningki o'xshash qurali shundoq-ku. Mana rendian shu gungju. Masalan yuzdagi dağlar olsun Photoshopda. Bu shuningda paydalab chiqaryapmiz-ku. Endi biz mana akir oldik. Men tanlagan vaqtimizda mana shu bo'yicha penshu tanlagan ekan, buni cho'ngaytirib shavqu manbasini tepib chiqamiz. Mana cho'ngaysak bo'ldi. Mana ovoz manbasini yerdan mana misalki o'sh belgilashib ekan-ku, hozirroq cho'ngaytaymi? Biz buni qanaqa yo'qtimiz desak, avval tanlab, bu yerdan cho'ng kichikligini tanlaymiz, mana aniqligi. Undan keyin maqoral orqali yo'q desak bo'ldi. Signal men shu shavqin bavrini. Endi anglab boqamdiq. Mamtingan shavqin keyin. Endi anglab boqaylik. Medik ovoz yo'qdi. Endi meni mavrinikini aşağı. Meyadini bakkan. Yo'q o'tay. Meya kichik bo'lib qolsa, cho'nglab qolsa yoki kichik bo'lib qolsa, men tangshash orqali kichik cho'ng qiloldi. Mana uzoq kichiklatay. Endi men sizayli. Meya yo'qdi endi. Aldı yo'qaptam nima keyin taraf. Endi anglab boqaylik. Yana ozroq baykan. Aldığını qıtam qarğan vaqtida yo'qdigo endi men shundoq bir-birlab yo'qotsak bo'ldi degan gap. Endi anglab boqaylik.
Avaz aldınqı qaraganda pasaydi. Aldidikini yo'qotdik. Mana shunga o'xshash. Meni yo'q qilish uchun tanlab Hem de mani yo'q deyli. Mana bu ovoz yo'qdigo meniki. Mana shunga o'xshash ovoz yo'qdigan qural. Ama o taza aniq yo'qolmabdimi ya? Biz yana tangshaylar. Ozroq uyg'ontib mana aldınqı qatamqa qaraganda yo'q edi. Agar bo'lmasa ma'noda mana meyadan yo'qotsak bo'ldi. Meyadikisi yo'qotdik mana. Bir anglab bakamdoq. Mana meyadiki ovozlar yo'q edi. Hamma shunga o'xshash. Mana shunga o'xshagan ovozliq shu ovozli shavqinlarni shu qural orqali yo'qotish usuli mana sizlab etdik. Shu bo'yicha mashq qilib biz yana o'rgansak bo'ladi ayrim. Shuning bilan bugungi so'zlamoqchi bo'lgan darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Ko'pchilikning ko'ngliga rahmat. Kelar soatda ko'rishaylik.